Koreys tili darajangizni bilib, topikdan eng yuqori ballar olishni xohlaysizmi? Unda sizga ushbu platforma yordam beradi. Ilovasini endi siz bemalol Play Store dan topishingiz mumkin. Buning uchun Topically deb yozishingiz kerak bo'ladi. O'shanda mana birinchida chiqadi. Va buni ochasiz. Va bunda siz bemalol o'zbek tilida va bundan tashqari 15 ta tillar, boshqa 15 ta tillarda bemalol demak topikdagi o'zingizni darajangizni bilishingiz mumkin. Bilish uchun birinchi o'rinda siz bepul boshlash tugmasini bosasiz va sizdan bu yerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishda Google bilan ro'yxatdan o'tsangiz juda tez o'tasiz. Mana sirazi o'tdi. Keyin bu yerda o'rganishga bosasiz yoki o'rganish. Topik imtihoni. Topik imtihonini bosganingizda demak ilki titkisiga xohlaganingizni o'rganishingiz mumkin. Keyin bu yerda GPSU. GPSUda masalan siz agar 3 yoki 4 daraja olmoqchi bo'lsangiz, 3 yoki 4 daraja yoki 5 yoki 6 daraja olmoqchi bo'lsangiz, 5 yoki 6 daraja olishni bosib, bu o'zingizning maqsadingiz bo'ladi. Keyin xohlaganingizcha, xohlasangiz 20 ta, 30 ta, 40 ta yoki bo'lmasa 50 tagacha bemalol demak mashqlarni, topik mashqlarni bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bunda imtihonni boshlashga boslaysiz, keyin bu yerda bemalol imtihon boshlanadi va bu yerda ko'rib turganingizdek barcha savollarda javob berib bemalol demak bu yerda javob berishingiz mumkin bo'ladi. Keyin topshirishga bosasiz. Hammasini bajarib bo'lganingizdan so'ng topshirishga bosasiz. Topshirishga bosganda 35 ta savol javobsiz qoldi deb chiqadi. Hozir biz sizga shunchaki ko'rsatamiz. Demak, bu yerda 4 ya'ni 102 ball chiqdi. Endi bu yerda siz mana bu yerda xato qilingan. Bu xatoni nimaga xato qilinganini bilish uchun bu yerdan AI fikrini olasiz. AI fikri sizga qayerda xato qilganingiz va nima qilishingiz kerakligini bu yerdan o'zi sizga ko'rsatib beradi. Mana ko'rib turganingizdek xato qilinganda o'sha AI fikrini olish uchun bosildi va bu yerda to'g'ri va noto'g'ri javob tahlilini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda barcha tahlillar mavjud. Siz xato nimaga siz xato qilgansiz, o'zi aslida qanaqa bo'lish kerak bu yerda o'rgatadi. Bundan tashqari bu yerda lug'at o'rganish uchun barcha so'zlar mavjud. Ushbu barcha so'zlarni siz o'zingiz kundaligingizga har kuni bilmagan so'zlaringizni yozib yodlash imkoniyatingiz ham bo'ladi. Bundan tashqari grammatika nuqtasi bor. Juda ajoyib nuqta. Munpop pointi, ya'ni grammatika nuqtasida siz bemalol grammatikalarni ham bir vaqtda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Platformaning yana bir ajoyib tomoni, o'rganishni bosganingizda siz o'zingizga maxsus vazifa ham tanlab olishingiz mumkin. Ya'ni maqsadingiz qanaqa? Maqsadni belgilash bo'lsangiz, bir topikni olmoqchi bo'lsangiz 1 yoki 2 daraja yoki 2 topik olmoqchi bo'lsangiz 3 dan 6gacha bo'lgan daraja olaylik. Siz 4 daraja olmoqchisiz. Imtihon qachonga topshirmoqchisiz? Imtihon olaylik qaysi sanaga? 31-iyul yoki avgust. Liboy sanani tanlaymiz. 8-avgust deymiz masalan. Keyin kunlik o'qish vaqti. Bir kunga eng kamida necha minut o'qimoqchisiz? Xohlasangiz 30 daqiqa o'qimoqchi bo'lsangiz 30 daqiqa, 45 daqiqa bo'lsa 45 daqiqa va 1 soat bo'lsa 1 soat belgilaysiz. Keyin qaysiga qancha o'qishga, tinglashga va yozishga uchalasiga ham sarflamoqchimisiz 45 daqiqani yoki faqat o'qishni qilib, tinglashni qilib, yozishni qilmoqchi emasmisiz? Bemalol belgilashingiz mumkin va bu yerda saqlash tugmasini bosasiz va sizga AI o'zi har kuni eslatib turadi 45 daqiqadan yoki 30 daqiqadan siz o'qishingiz kerak ekanligini. Bu juda ajoyib imkoniyat. Topikni to'xtovsiz iroda bilan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Videoning eng asosiy nuqtasiga keldik. Endi siz aprel oyi oxiridan boshlab may oyining oxirigacha skachat qilgan barchaga 2 oy davomida tekin ishlatishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni siz may oyining oxirigacha skachat qilgan bo'lsangiz, bemalol may va iyun oylari tekin ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu platforma sizni topikdan bemalol olti olishligingizga yordam beradi. Barchaga tarqating, do'stlar, barchalari bilishsin.